Salam turdashlar, ko'rayotganinglar Mingtila taratqusi tayyorlagan kino va ta'sirat programmasi. Bugun do'stlarimizning huzurida bo'ldig'ini, yana inson va hayvonot muhabbati tasvirlangan Amerika hikoya filmi Bo'ri Alfa. Kuchliklarning hayot qilish muqarrar qobiliyat bo'lgan muz erasi davrida quruqlikning to'rt atrofida qabih hayvonlar jon qo'ydi yuratdi. Kida qabila boshliqining o'g'li bo'lib, dadasining shuncha qabih, jasur, quruqmas mijozini tatmay, onasining nazokatini tatib qolgan edi. 2000 yıl burunqi u davrda Qoramga yetganlarning tabriklash murosimi to'lim alayda bo'lib, Qoramga yetdim degan yigitni bir qabila kishilari muhabbatlik mushpeshvalar bilan bo'lishiga savaydi. Kida o'lgidek tayoq yegan bo'lsa-mu, har holda dadasining badan safosini tatqashqa ig'ir yaralanmaydi. U izchil o'g'i chiqishni orzulab kelgan bo'lib, onasiga o'xshash chivar qo'liga tayinib, o'q qurol yasab ko'pchilik bilan birga o'g'i chiqish fursatiga erishdi. Bu injibariq yigitning tunji qitim dadasi bilan jangga otlanishi edi. Safar jarayonida dadasi uningga yog'och orqali o'ch chiqarish degandek nurg'un dalda yashash mahoratlarini o'rgatdi. Kida kichkidan dadasi o'g'lab kelgan tunguzning go'shini yeb, sho'rpasini ichib cho'ng bo'lgan bo'lsa-mu, biroq ko'zdan yiroq, ko'ngildan yiroq deb pishirilgan tunguzga ich og'rimagan bilan yov tunguzni o'z qo'li bilan o'ldirishga to'g'ri kelganda yuragi chidamaydi. Dadasi tunguz degan jixnima qassobchilikni bugun o'rganmasang, at o'rganasa deb o'g'liga tasalli berdi. Biroq bu chog'dagi qabila boshlig'i o'g'lidan nihoyat tezda ayrilib qolganligini tushunib keltirmagan edi. Qabila boshlig'i aytganidek, ular nihoyat tezda bir to'p yov buqalarni bayqaydi. Qabila boshlig'i buda cho'qim bir qitimliq cho'ng tutki yov buqi qirg'inchiligi bo'ladi deb o'ylagan bo'lsa-mu, afsus o'ydagi hisob va taloq to'g'ri kelmabdi degandek, ishlar uning o'ylagandek bo'lmaydi. Ular yov buqiga erishishdan burun yov buqalarning katibishi Kidani yardan ishtiraydi. Kida hoshidan ketadi. Qabila boshlig'ining yig'i ovozi palakni titirtadi. Lekin palakdan aks sadodan boshqa javob kelmaydi. Bala o'tida ko'ygan ota kechich kirpik qaqmay o'g'lining hushiga kelishini yer ustida saqlaydi. Biroq Kidadan sado chiqmaydi. Qabila boshlig'ining zimmasidagi yuk uni bu joyda o'g'lini saqlab turavergil qo'ymaydi. Oxiri erkaklik jasorati bilan azobini unutib, o'g'liga toshdan kichik qabr qo'pirgandan keyin qavmidagilarni agashtirib bu joydan ayriladi. Bir qancha kundan keyin mo'jiz yuz berdi. Xuddi cho'chaklardagi malikalarni shahzoda suyib uyg'otgandek, Kidanimi bir taqir burkut suyib uyg'otdi. Gerçi burkut cho'chaklardagi kelishgan shahzodaga aylanmagan bo'lsa-mu, lekin Kidaga qayta hayotga taqildi. Tixyar tuyusini qapsilib qolgan Kida yer cho'qqisiga chiqishga urinib, ehtiyotsizlikdan yarg'i isilib qoldi. Qattiq yoqqan yomg'irda Kidaning tixyarni quchoqlagan qo'llari asta qo'yilib ketdi. Ko'zini ayirgan aslini ayirmabdi degandek tog' bordi yomg'ir suvi ko'lchak hosil qilgan bo'lib, Kida ko'lchak kuchib hayot qoldi. O'shiq kelgan Kida yaralangan putini so'rab, aran deganda tixyar cho'qqisiga yamishib chiqqanida dadilarining allaburalla bu joydan ayrilganligini bayqaydi. Boshqa kelganda Batur deb ekan. Injimariq Kida uyiga yolg'iz qaytish safarini boshlaydi. Uyga qaytish yo'li albatta biz o'ylagandan uzun so'zilib ketadi. Bu jarayonda Kida jonni ilib qochgan yo'l tanlamas, qo'rsiq ochgan yam deb yemiganni yeb, ko'miganni ko'rib yo'lini davom qiladi. Kida shuncha tast qadamlarini eg'ir yo'tkab ketaversa, bir to'p bo'rilarning hujumiga uchraydi. U bo'rilarning birini yaralangandan keyin tez suratda daraxtga chiqib oldi. Yaralangan bo'rini o'ldi deb o'ylagan bo'lsa kerak, boshqa bo'rilar Kidani saqlab taq bo'lib ketib qoladi. Uni qavmidan ayrilgan o'ziga o'xshatib ichi og'riydi. Kida yantoqdan qo'rqgan o'tuncha emas, bo'ridan qo'rqgan o'ch emas degan niyatda bo'ri bilan yanmay bir o'nkirda bir toshga bosh qo'ydi. Kunlarning o'tishi bilan dastlabda tishlarini bilib, Kidani yaratmagan tishi bo'ri barbara Kidaning kuyunishlaridan ta'sirlanib, uning bilan do'st bo'lib qoldi. İkisining yarlari saqaygandan keyin Kida uyga qaytish safarini qayta boshlaydi. Boshda Kidaga qircha yanch tekkan bo'ri hamda uningdan ayrilish qo'nmaydi. Uni qo'g'labmi ketkizilmagan Kida oxiri uni agashtirib yo'lini davom qiladi. Ular kunduzi birga o'lsa kechda bir-biriga halmon bo'lishib, kunlarini baxtli o'tkazishadi. Injimariq Kida bo'ri qizning ta'sirida bo'rdek qo'qmas yurak va jasoratga erishadi. Kida bo'ri qizga Alfa deb ism qo'ydi. Biroq go'zal bir tun kechasi Alfa qavmidagi qora bo'rini uchirtib qoladi. Kidani bo'rilarning hujumidan saqlab qolish uchun uningdan ayrilib o'z qavmi bilan ketadi. Kidamu Alfaga mansub turmushni men bera olmagandan keyin deb uning yo'lini to'smaydi. Taqdiriga tan bergan Kida tanho sayyohlikqa otlandi. Yo'l manganda yo'ldosh yaxshi, ish qilgan qo'ldosh deb Alfa yo'l bo'yi Kidaga hamroh bo'lib, qo'liga qo'l put bo'lib kunib qolg'achqa, bo'risidan ayrilgan Kidaning kuni ilishi tas bo'ladi. Ochliq uni qiynaydi. O'lmakning ustiga tepmak deb qattiq qor yig'ib Kidani texim qiyin kunda qo'ydi. Her bir qadamni tasdiq etkab magan Kida yiroqda Alfaning qavmidagilar bilan g'izallanayotganligini ko'rib, yarini ko'rgan yigitdek uning qarab o'zini atadi.
Uqishmaganda muz tutulmagan ko'l yuz yerilib, Kida hayotidan ayrilib qolgani qil qiladi. Alfa bu ahvolni ko'rib, so'rab tortishtirib, Kidani qutqizib oldi. Va bu ahmoq yigitdan ayrilsa, uning oilasidagilarni tirik topolmaydiganligiga ko'z yetib, uningga davomli hamroh bo'lib, Kidaning uyiga qaytishiga yordam qiladi. Ular qor bo'ronning kuchidan ko'zini ocholmay ketib borganda bir to'p yo'v itlarning hujumiga uchraydi. Aran deganda ulardan qutulib o'nkir kirib olgan Kida buning yo'lvos o'sish ekanligini o'ylab boqmaydi. Yo'lvos Kidaga itilib kelganda Alfa badani bilan uni to'sib qoladi. Gerçi Kida o'qiya bilan yo'lvosning jinnini olgan bo'lsa-mu, biroq Alfa ig'ir yaralandi. Başdan oxiri Alfa Kidani qo'g'dab kelgan bo'lsa, Alfa yaralangan shu damdan boshlab Kida Alfani ko'tarib, uning holidan xabar olib, ming bir jafoda uyga qaytib keladi. O'g'lining qaytib kelganligini ko'rgan ana hayajondan o'zini bosolmay qilishi turg'anli gap edi. Alfa bilan Kida bu bir oila kishilarining yordamida nihoyat tezda asliga keladi. Yana texi bo'ri qizchaq Alfa umushliq bo'shini bir uy qora bo'ri to'p berdi. Albatta bu Kidaning bolalari emas, heliqi go'zal kechidiki, heliqi qora bo'rining bolalari edi. Xo'sh, film bir to'p kishilarning bo'rilarini agashtirib o'g'ilmangan hayvat ko'rishda oxirlashadigan bo'lib, Kida va Alfaning do'stligi o'xshamagan ikki qavmdagi bo'ri va odamni do'stlashtirdi. Agar